Bu yurtqa qadiming yetganligini bilibli qolsam, xabarangni o'zim qo'piraman. Unutib qolmasizlar Qambarni Saxinim. O'zlarining mo'jal bir qizi bor. Kolining beshiga kelgan kunni Mo'zayning beshiga kelmaydi deb hech kim aytolmaydi. Haddingdan oshma. Kimga gap qilayotganingni bilamsan? Angoyaq tursan-ku. Kelib meni bo'shitib etmabsan. Haddingdan oshma. Ma'qul. Qambar hocam, bo'g'aydi. Eringizning bu uy kelib ketib yurgandan xabaringiz bormidi? Kelaka mayli chaplashidi ekansiz va. O'jaqingizcho, sizdakda necha-nechalarni gapga unutib, bugunga ulashgan. Xotin kishi bo'lsam-mu, erkakdek yashaydigan ayolman. Men siz bilan hargiz to'y qilolmayman. Umuman mumkin emas. Mening sizga takkinim takkan. Mening Qambar. Qani desizlar? Qo'lig'im siladi. Voy yuragim. Voy mening dardli yuragim. Qemarga tikilgan xotin. Oysham Ismoil tabassum. 28-qism. Dodo, onam sizni kelsin deydi. Sizga deydigan muhim gapi bor ekan. Seyitboy o'g'li Rustamning oda necha qitim kelib degan gaplarga qilch parvo qilmay, uni darsni yaxshi o'qishga, o'tirliqda yugurib yurmaslikka buyurib, yana onasi to'g'riliq gap qilib kelsa, uni onasining yeniga bo'g'izmaydiganligi haqida ogohlantirib qo'qitib qo'ydi. Qizi Gulbahram xonimga gap topilib, qayta avatgan Qambarni Saxinim yanada o'xshash javobga erishib, ko'ngli bakmi yerim bo'ldi va qizini quchoqlab, bo'qildab yig'lab ketdi. 2 kun ash-pash tugicha o'tib ketdi. Kech kirdig'inga ozliq qolgan vaqt edi. Qambarni Saxinim Namancho'liqning bog' ichiga qayadin, qandoq kirganligini bilmasimi, shuncha mahkam eshikni ozroq g'apilishibla ochaligiga hayron edi. Balkim bugunmi yana shundoq bo'ladi. Qambarni Saxinim Namancho'liq kelib ketganning atisi har qancha qarab, sinchilabmi eshikni qandoq ichib, yana qandoq joylashtirib qo'yganligini bilmagan edi. Bugun kechmi o'zining usuli bilan kiralaydi. Shundoq bo'lib qolsa, bu qitim uni bo'sh qo'yib yetami? Shularni o'ylab qo'rqishga boshlagan Qambarni Saxinim uy ichida u yoqdan bu yoqqa mengishga boshladi. Tuyuqsiz topgan bir amalidan ko'ngli yo'rib ketdi-da, ushqandek berib, Tamjavanning ishini bir hoza oqtirib, ayiz ko'rganda ishlatadigan avrat lotisini topdi. Ondan lotini mejiqlig'icha oldirib, ishkirk uyga kirib, mo'ri o'choq beshida qo'yib qo'ygan qanroqni elib, o'ng qo'lining barmoqini tilib kesdi. Ayol o'tmay tilingan yerdan qon chiqib, bara ulg'ayishga boshladi. Qambarni Saxinim qanroqni joyiga qo'yib, qo'lidan chiqayotgan qonni avrat lotisiga surtib, lotini qip-qizil bo'yidi. Bir barmoqidan chiqqan qon to'xtab qolibdi, yana bir barmoqini kesdi. Shundoq qilib, 2 barmoqini kesib, qinini surish bilan qonga bo'yalgan bir lotini paydo qildi. Qorong'u tushib ko'z bog'langanda Qambarni Saxinim heliq lotini chat orliqqa qistirib oldi. Ondan o'rin silib bollarni yotqizib qo'yib, o'zi toshqirqi uyga chiqib o'ltirib, heli Namancho'liq kelsin nimalarni deyish haqida o'ylandi. Vaqt titliq, dilig'ulluq, qo'rqinch va umidsizlik ichida o'tmoqda edi. Tong etib taloning yo'riq tushmasa, qaysichiq bo'lganligini farq qilib bo'lmaydigan. Bu bog'ning chetida naladindir kelayotgan o'qishning uni bilan yiroqlardan anglanayotgan ishtovishgandan boshqa hech qanday un tivish yo'q edi. Qerishqandek shu ovozlarni Qambarni Saxinimning qo'rqinchini oshirib bormoqda edi. Qo'rqinch ilkida yig'isi qistab turgan Qambarni Saxinim Seyitboydan bakli umidsizlandi va ranjidi. Yeniga orqa-orqadan avatilgan 2 bolasining yuzini qib bo'lsa-mu, necha qadam orliq ichida bu yerga bir kap boqsa, 2 qiz gapini anglab boqsa, o'zini va qo'riqni Namancho'liqning yo'chirin suiqasdidan, g'ururi sunish oldida turgan bu peshkalchilikdan qutuldirib olsa nima bo'ladi?
Balalarga qandaqmı namançoluk meni depsendi qilib nomusumga tegmekçi. Ondan suiqasd ishiltib qo'riqni, dadangning barliq dab'i dunyosini yutib olmoqchi. Dadanga mush gaplarni yetkuz digili bo'ladi. Oldi bilan balalardan etib bergan gapni elib dikkidi bir kasa. Bo'lgan ishlarning hammani Seyitboyga deb o'zini qutqizib olishni o'tinatdi emasmi? Yo'q, bo'lmaydi. Seyitboy kimga ishinib baqqan? Oytura xonim do'ppisiga jigdi silib yurgandan keyin uning ayol zotiga ishongidek jur'ati qoldimi? Balalarga agishib bu yerga kelganmi bo'lsin? Namancho'loqning tomdan ortilib yoki boshqa usulda bu uyga kirganini bilsa, Qambarnisa xonimning pokligiga yana qandoq ishinadi? Tas qapti, o't ustiga moy chachqili. O chog'da Qambarnisa xonim Seyitboyning nazarida balkim ikkinchi Oytura xonimga o'zgarib qoladi. Men qasam ichib qaynini to'kib bergan bilanmi, uning pokligiga ishonmaydi. Arni allaqachon bir qavat muz ayirib bo'lganda, bu muzni qilillatgandan o'zga ish emas. Untekin studiyasi. Qambarnisa xonim shu xiyollar bilan turganda eshik tiriq chiqqandek qildi. Gerçi namancho'liqning bugun kechda yana keladiganligiga ko'nglida tayyorligi bo'lsa-mu, qo'qqonidan yuragi jig'idi qilgan Qambarnisa xonim titrab o'diqib joyida o'ltiraverdi. Eshik bir hazo kitirlab tiriqchigandan keyin bir qanata ajratildi. Namancho'liq o'zi kirib bo'lgandan keyin eshikni avvalgidek yepib qoldi, keshak yo'lab qo'yib, o'z jinida ilg'i qilib ishkirki uyga mangdi. Onun kirib balalarni uyg'otib yetishidan asirgan Qambarnisa xonim oldirab yengil yo'taldi. Namancho'loq izida chippada to'xtab, oydinda g'uvo yo'rib turgan uy ichiga sap soldi. Ondan sup tarafga burildi va o'dil kelib Qambarnisa xonim dapli o'ylagan gavdani quchoqladi. Voy, neri turing a? Qambarnisa xonim Namancho'loqni ishtirib o'zidan neri qildi. Namancho'loq uning yeniga kelib o'ltirib mo'risidan quchoqlamoqchi bo'lib edi. Qambarnisa xonim yana past ovozda to'q qildi. Kelakanmaylar qolib o'qidek chaplashmay, jim o'ltirib baqsangiz nim bo'ladi. So'zlashgili keldingizmi yoki nafsingizni qandirib oldimi? Namancho'loq bahar yo'qib birli qo'li bilan Qambarnisa xonimning belini qamallab, tumshuqini uning lavlarigacha so'zdi. Yerkinib g'azibi teshib turgan Qambarnisa xonim o'zini orallo tutib olib, uni yana ishtirib atdi. So'zlashgili, ham sizga qonig'ili keldim chiroyliga. Seg'inib aram bir kelganda unda qilmasangiz-chi? Meni ko'zga ilamsiz yo'q. Oldingi kuni sizga ma'qulligimni amay menga yaqin yo'lamaysiz demadimmi? Amsa ma'qul bo'ling. Chidimidim, jinim, chidimidim, ma'qul dang-a. Chidamasangizmi chidang. Hozir menga yaqinlashsangiz bo'lmaydi. Nimishq bo'lmaydi? Men hozir og'rib qoldim. Menda mehmon bor, shunga bo'lmaydi. Namancho'loq Qambarnisa xonimning gapiga ishonmadi va qarshiligiga parvo qilmay, tumshuqini yana Qambarnisa xonimning leviga uzatdi. Rastavotman. Ishonmasangiz ko'rsatib qo'yay amsa. Qambarnisa xonim chaqqonlik bilan ko'nikini qayirib, oldin tayyorlab qistirib olgan, barmoqidan qon chiqarib bo'ygan lotini elib, Namancho'loqning burniga o'tillab tangladi. Namancho'loq yuzini qochiribgina lotiga qaradi va darrov qo'li bilan burnini etib oldi. U o'tirdagi olqonning yarimichilik yeri oydinda qorayib ko'ringan bu avrat lotisini haqiqatan shu deb o'ylab qolgan edi. Onun ustiga to'liq o'tin yelib hammadan xabardor bo'lib ketgan bu cho'loq ayollarning bundoq vaqtda kelgan qinining batbo'y purab ko'nglini elashtirdiganligini bilgachga, bu lotini batbo'y puraydi deb o'ylab, shuni uningdan qochgan edi. Maqsadiga yetgan Qambarnisa xonim lotini avvalgidek joyiga silib, chat orliqqa qistirib oldi. Men desam ishonmaysiz. Mushundaq gap mana. O'zingizga kasal topqingiz bo'lmasa, buguncha mendan yiroqroq turing. Erlik istaklari quturib aram qolgan Namancho'loq Qambarnisa xonimning chat orliqida bulg'angan lotini elib, o'ziga bu usulda tanglashini o'ylab boqmagan edi. Xonimning bu qiliqi Namancho'loqni saskandirib, uning tashayli deb qolgan shahvat nafsini biroqli yig'ishtirdi va kayfiyatini bozib, ko'nglida tuyuqsiz ayol kishidan yerginish tuyg'usi paydo qilib qo'ydi. Bo'ptamsa, buguncha bo'lmasa. Amsa,
Seyitni yig'ishtirdiganning ishini deyishib olaylik. Ma'qul. Qandaq planingiz bor? Avval siz bir amal qilib qo'riqqa qaytib, Seyitning yenida tursangiz bo'ladi. Ondan men zahri o'tkir chayon tepib sizga akab bersam, siz bir amallarni qilib Seyitni chayonga chaqtirib versangiz, bu yurtda chayonning zahrini davolay oladigan tiyop yo'q. Eliq tiyopni qog'liqdan bu yerga akagicha necha kun vaqt ketadi. Oninggacha Seyitni o olamga uzitib qo'yamiz. Seyit o'lsa, qo'roq, yerlar, zig'ir-zag'illoq, juvozxona, gilamxona, barliq mol chorva, ishqilib mol-mulkning hammasi ikkimizga qoladi. Andinchi. Qambarni soxinim g'azabdan tugilib ketayotgan mushtini titrab ketayotganlarni Namancho'loqqa bildirmaslikka tirishib, tamkin o'ltiratdi. Andin siz meni birdan bir amirg'im bo'lasiz. Xohlasangiz zivarni sizga dida qilib beraman. Av kuchuklarni Qosim polkozning mahallasiga aydib o'tamiz. O'zimiz bak, o'zimiz xon bo'lib erkin yashaymiz. Seyitni o'ltirib atganingizni hech kim bilmay qolarmi sizningcha? U degan bu yurtga katta boy. Tuyuqsizli o'lib qolsa, hech gap yo'q birdanda o'lib qolsa, yamuldagilar so'rashtisini qilmasmi? Seyit payning hammasi boshqa urug' tuqqanlari so'rashti qilmasmi? Hoy, pes gap qiling deyman. Qambarni soxinim so'zlagancha qizishib, ovozi yuqorilab ketyotdi. Namancho'loq hayajonlanib o'rnidan turib ketgan Qambarni soni qo'lidan tortib o'ltirg'izib shundoq dedi. Shundala Qambarni soxinim chondirib ishni bozib qo'yg'ili tasliq qolganligini bilib, darhol o'ziga keldi. Men deyman, buningdan boshqa yaxshiroq amal yo'qmidi? Eng yaxshi usul mushu. Chayon chaqqanligini osilliqcha birasi bayqamaydi. Uning ustiga axshimi bir ish qilsangiz, boshqalar bayqab bo'g'cha, u olamga safar qiladi. Bu gaplarni anglab Qambarni soxinimni so'g'uq tarbiyasib ketdi. O bugun kechda Namancho'loqni bir amal qilib yo'lga selib etib, qandoq qis qilib keyingi qitim izlab kelgicha bu ishni yo'g'ishtirib, Seyitboyni qutqizib kelishni o'ylab atadi. Qambarni soxinimning jimib qolganligini ko'rgan Namancho'loq uningga yaqinroq so'raldi. Nima bo'ldingiz? Hech nima. Qanday qilishni o'ylayapman. Qambarni soxinim o'zini tamkin tutishga tirishib atadi. Ular shivirlashib o'ltirib, ana shu tarazda xeyli o'zim paranglashdi. Qambarni soxinim chondurmay gapga silib, Namancho'loq Qambarni soxinimga sirlarini to'kib berib, birisining hisobida planning maslahati pishqan bo'ldi. Yana birisining qo'rqinch qo'shilib, plan tuzguchining maslahatini ma'qul ko'rgan bo'lishib, gaplar xulosalandi. Kecha yerimdan oshgan edi. Namancho'loq endi ketmisi bo'lmaydi. Shunga u o'rnidan qo'zg'alib mengishga tamshaldi. Eshikdan chiqqan vaqtida kayniga qayrilib mundoq dedi. Tunigillardan oy ko'rgan bo'lsangiz, yana 3 kunlarda saqayg'idaksiz. Kelar qitim kelganimda meni noumidni qo'ymang. Bo'lmasa ranjib qolaman. Aras, bugun mo ishni o'zim ajratib kirdim. Oldimga chiqib qarshi amog'iningizga ranjimisam, ishni mo taqab qo'yibsiz. Kelar qitim ochiq qo'yasiz. Namancho'loq ishni avvalgidek joylashtirib qo'yib, nadagidir g'oyib bo'ldi. Uni o'zitib uy ichida qolgan Qambarni soxinim kirpik qoqmay, xiyol surib, o'ylinibla tong atqozdi. Quddus lanqoni bog' sirtida saqiltib qo'ygan Namancho'loq bakmi o'zindi chiqdi. Uninggacha heli birari kap qolamo deb andish qilib, o'qishning sayrag'an, ishlarning qovg'an ovozini bahimi yeb, yuragi titrab qolgan Quddus lanqa xo'jisining tamg'i yamashqanligini ko'rib, xo'shliqda yig'ilib atkala tasliq qoldi. O yugurib borganicha bog' temiga ish tarafdan yamishayotgan Namancho'loqning qo'lidan tortdi. Namancho'loq Quddus lanqaning yordamida mangtaslikda tamdan ortilib tushib etig'i menib oldi. Sutdak oydonda ikki otga mingan kishi yondishib menib, otlarni menishiga qo'yganicha Namancho'loqning sariyaga qarab yurib ketdi. Otdan tushib, cho'lvarni Quddus lanqaga tutqizgan Namancho'loq saroy hovlisidan agilib o'tib, orqa hovlidagi peshayvon tarafga joylashgan hujurlar qatoriga o'tdi va shab chiqarib Mehrin soxinimni uyg'otib qo'ymaslik uchun
avaylab dassiginicha Mehrinso xonimning o'jirisi oldidan o'tib, o'zining xos xonasiga mangdi. Ammo Mehrinso xonimning o'jiri eshik oldidan o'tib ketayotganda, o'jiri ichidan g'alit shap olinib qoldi. Naman Cho'loq dassiga yerda to'xtab, daqiqa tanishdi. Haqiqatan uy ichidan g'alit sadolar kelib turadi. O putining uchida dassab, keniga 2 qadam yondi. Hamda ostog'ini ishki quliqini yiqib, uy ichini tafsili tanishdi. Durust. İçidan anglayotgani haqiqatan nashoyon sadolar edi. Bir ayol, bir erning qo'sh kishilik hayajonlari. Nazik ingrashlar. Vahlarni o'z ichiga olgan bu sadolar Naman Cho'loqni beshiga birchilik sovuq suv quygandek andik turdi. O g'azab ochchig'ining turtkisida uy ichiga etilib kirib, zinoxo'rlarni naq maydonda tutib jojisini berishni o'yladi-yu. Yana darholla bu xiyolidan yondi. Chunki uning bir qo'lining yo'qligi birli vaqtda 2 odamni tutib olishga imkoniyat bermaydi. Birini o tuta. Onun bilan naplashib bo'g'ichi yana birisi qechib jinini daldig'asi qandoq qilib. Mehrinso xonim yomon xotin. Onun o'zi Naman Cho'loqning qo'liga tushib berib bo'lsa-mu, o'ynishini qochirib o'tishi turg'onli gap. Ondan ishni dumkum turibla menga tuhmat qilding deb olamni beshiga kiyib saronlik qilishni yonmaydi. Shularni o'ylagan Naman Cho'loq asta kaniga yondi hamda shipildab menib saroy hovlisiga chiqib, xizmatkorlar o'pchiyotga qarab mangan Qudduslanqoning oldini to'sdi. Otamonining o'jirisiga kirib ketmay yana oldiga kelganidan ish pushgan Qudduslanqa Naman Cho'loqning qo'liga nimalarnidir deb pichirlish bilan diring'idi cho'chidi. Ha? Oy, ma'qul begim, men hozirla. O shundoq deganicha paypaslab otxonaga kirib ketib, ayol chimaylab bir dona org'amchini ko'tarib chiqdi. Angacha Naman Cho'loqmi saroy hovlisining to'rikiga o'rlashtirib qo'yilgan, qorong'u tushgandan boshlab tong otog'icha o'chmay yenib turadigan chiroq boydiki, kirsin chiroq bilan chiroq yenidagi sarangini qo'lga olib tayyor bo'lgan edi. Ikkalan chiroq yo'riqida ko'z beqishib olgandan keyin Naman Cho'loq qo'lidagi chiroqni po'lab o'chirib atdi. Ondan Qudduslanqa oldida Naman Cho'loq kenidi minib Mehrinso xonimning o'jiri ishiga keldi. Bu chaqda uy ichidagi hayajonliq sadolar o'chgan bo'lib, ishki quloqni chaplab o'tgandek bo'lib yaqqanda, aran onlanadigan boshqini paranglashgan ovozlarni farq etgani bo'ladi. Demak, ularning ishi tugagan. Lekin ikkilisi uy ichida edi. Naman Cho'loq chiroq bilan qo'shib ko'tarib olgan sarangini Qudduslanqaga tangladi. Qudduslanqa qo'lidagi arg'amchini qo'ltiqqa qistirib, Naman Cho'loqning qo'lidagi sarangini elib, tezlik bilan yoqdi va bir qo'lida doldiq qilib turib, kirsin chiroqni yondirdi. Ondan chaqqonlik bilan sarangini yerga tashlab etib, o'jiri ishkini kuchab tepganicha ichivatdi. Naman Cho'loq Qudduslanqaning kanidan o'jiri ishiga kirganda, qo'lidagi kirsin chiroqning yo'riqi uy ichini yo'ritib o'lgirgan edi. Naman Cho'loq kirib bo'lgandan keyin Qudduslanqa ishikni ichidan atdi. Supi ustidagi to'shakda tugilib titrishib, bir-birining kaniga o'tib olishga tirishib, dalda izlayotgan ikkalanning biri Mehrinso xonim edi. Yana biri tumshiqini yotgan bilan yo'gab tugilib olgan bo'g'achqa uning kimligini bilgili bo'lmadi. Naman Cho'loq kirsin chiroqni tomdagi chiroqboy ustiga qo'yib, ular tarafga siljidi. Qudduslanqamo Naman Cho'loqning kanidan iz besib keldi. Naman Cho'loq Mehrinso xonimning chiroyiga dahshatli tikilib, gap qilmay turib ketdi. Shu chaqda Qudduslanqa yotganni mejiqlab, yuz-ko'ziga dalda qilib olgan, yig'lab titrayotgan Mehrinso xonimga choplashib qolay degan er kishining qo'lidagi yotganni bir tortibli ichivatdi. Yotgan ichilishi bilan tang ularning yerim yalang'och badani va chiroyi ichilib qoldi. Naman Cho'loq bilan Qudduslanqa ko'diki, Mehrinso xonim bilan bir to'shakka tiqilib qolgan bu odam dal Jabbor edi.